Davlatimiz rahbari hisobidan muborak haj safariga yuborilayotgan insonlardan biri Bo'stonliq tumanida istiqomat qiluvchi Nig'matilla Mamatov. Bu xabarni eshitgandan keyin endi o'zimda xursand bo'ldim avvalambor. Endi ichki iqtisodlarimiz gapini bir og'iz so'z bilan ta'riflash qiyin. Va shuni bizga loyiq ko'rgan ekan prezident bizga yana bir marta rahmat aytaman. Prezident qoshi bo'lish juda katta mas'uliyat yuklaydi bizga. Avvalambor har doim borganimizdan to kelganimizcha duoda bo'lamiz. Bu haj safarini amalga oshirib qaytganimizdan keyin yana bir bor xalqimizni xizmatida bo'lamiz. Yoshlarning tarbiyasida, boshqanati bilan hamma sohada kamarbastamiz. Nig'matilla ota uzoq yillar davomida halol mehnati, samimiy insoniy fazilatlari, mahalla va jamiyat hayotidagi faolligi bilan el orasida hurmat qozongan insonlardan biridir. Keksalik gashtini surayotgan bo'lsa-da, u kishi bugungi kunda ham yoshlarni ezgulikka, kattalarni qadrlashga chorlab, ularni vatanga sadoqat va milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Nig'matilla ota bugun prezident hojilari safidan joy olib, muborak haj safariga otlanmoqda. Bu sharaf nafaqat otaxonga, balki uning oila a'zolari, yaqinlari, mahalla ahli va tumandoshlariga ham katta quvonchlanishdi. Agar meni Allohning huzurida qabul bo'ladigan bitta duoyim bo'lsa, men ana shu duoni yurt rahbarini haqqiga qilgan bo'lardim. Nimaga desa, agar yurt rahbari salohiyatli bo'lsa, yurt obod bo'ladi. Mana bu gapni isbotini biz o'zimizni yurtimizda ko'rib turibmiz. Ya'ni yurt rahbarini oqilona olib borayotgan siyosatlarini samarasi chekka qishloqlargacha ham mana yetib kelganini o'zingizlar ham guvohi bo'lib turibsizlar. Duo qilib turaylik, bundan keyin ham ketiga ulanib mana shunday xayrli ishlarni juda ham ko'p bo'lishligi va buni ortida shu prezidentimiz sog' salomat holda turishlarini Alloh taolodan ko'plab so'raymiz. Nig'matilla otaga muborak haj safarini ado etishi uchun maxsus yo'llanma tantanali ravishda topshirildi. Ushbu yo'llanma nuroniy otaxonga ko'rsatilayotgan yuksak ishonch va e'tiborning amaliy ifodasi bo'lib, u kishining uzoq yillik halol mehnati hamda el orasidagi obro' e'tiboriga berilgan munosib ehtirom sifatida e'tirof etildi. Shuningdek, Nig'matilla otaga ziyorat davomida zarur bo'ladigan kiyim-bosh, safar anjomlari va boshqa kerakli jihozlar ham topshirildi. Nig'matilla ota o'z navbatida prezidentimiz tomonidan ko'rsatilayotgan yuksak g'amxo'rlik va e'tibor uchun samimiy minnatdorlik bildirib, muborak safar davomida yurtimiz tinchligi, xalqimiz farovonligi va davlatimiz ravnaqi uchun duolar qilishini ta'kidladi.